Yo, erkaklar bechoralarga hozir o'ylab qoldim. Juda qiyin. Qornim och desa ham aybdor. Ha? To'ydirib yormadimi deydi. Qornim to'q desa ham aybdor. Ha? To'ydirib yordimi deydi. Yo. Maqsad umunda olib qarasa, ayol kishini qiladigan ishi uylarni tozalash, farzand tarbiyalash, bolaga qarash. Erkak kishining vazifasi oila ayol aytadi, ko'chada-yu, ishlayapti-yu, maza qilib xohlaganini yeb, ichib, qaynoq qilib yuribdi-yu deydi. Yo'q qizim, erkaklarga ham juda qiyin bo'ladi. Ular ham maza qilib bir kungina dam oladi, yakshanba. Agar shunda ham dam oladigan kuni bo'lmasa yo'q. Bir kun dam oladi, yakshanba kuni erkak kishi. Shunda ham bola chaqani berib qo'yasizlar qo'liga. Bolangizga qarangizdan bir pas ishdan keldi, sizni ham bir kun Xudoga shukr bu uyda tutadigan kunimiz bor ekan, bolaga qarang, men bir dam olib kelay endi degani. Bozorlarga, bozorga shu chiqasan, ketasan bozorga. Nima qidirasan shuncha soat bilmayman. Eringni pulini quritib